Rostdan ketyapmiz. Rem, qara. Rem. Qutuldimmi? Rem transportda yura olmasa kerak. Ha, buni o'ylashim kerak edi. Xudo. Yana deyaplammi? Xavfsiz yetib borishimga ishonaman. Katta rahmat. Ha, bunday sayohat men uchun hech narsa emas. Ammo u yerga borish uchun 2 hafta ketdi. Adashib qoldik. Bo'ronlarga duch keldik. Mayli, nima bo'lsa ham Zirkon minorasiga yetib keldik. Diablo 2-fasl. Ochimdan o'lyapman. Hoy, ovqat yeylik. Hoy, yana och qoldingmi? Sabr qil. Biz topshiriqdaymiz. Lumachinini xavfsiz yetkazish kerak. Chidashni bil, Ojofat F. Bu yerda shahar ekanda. Unchalik shaharga o'xshamaydi. Iltimos, bolamga yordam bering. Namuncha issiq bo'lmasa, sayohatchimisiz? Nima kerak, bolakay? Yaqinda topilgan zindonni ko'rishni xohlaysizmi? Nima deysiz? Shaharda ko'rsatishim mumkin. Zindonni qulub buzish bo'yicha eng ustasiman. Men qulub buzarlar shohiman. O, bu qanaqa zindon? Kirishda ajoyib narsalar ko'p. Arslon haykallar bor. Ular darvozani qo'riqlaydilar. Nima qanday? Ha? 13 qavatlimi? Bilmadim. Hali hech kim 3 qavatidan yuqorisiga chiqmagan. 3-qavatda turli rangdagi shilliqlar bor, a? Kalitni topish uchun 4-qavatga chiqish kerak. Rostdanmi? U yerda ko'p rangli shilliqlar yuradi. Bilgandim, bu mening zindonim. Hoy, siz kimsiz? Men lordlar. Yo'q, bunga qarab tura olmayman. Nima? Aniq nimadir boshlaydi hozir. Buni ko'rib, bechora ayolga yordam bermaysanmi? Nima desan, agar uni bolasi o'lib qolsa nima bo'ladi? Kimsan sen? Iltimos, bolamga yordam kerak. Ruhoniydan shifo topmoqchi bo'lsang, navbatga tur. Bu yaramas odam, Palandin askarlari ham. Palandin askarlari? Ular qanaqa askarlar? Palandinaga bo'ysunuvchi cherkov askarlari. Xullas, gapni qisqasi hammasi yovuz. Ho, biz Palandin Bututadan yordam so'rab kelgandik. Soqchilari shunaqa bo'lsa, o'zi qanaqa? Muqaddas kitobda yozilgan. Hamma odamlar O'chir, bilag'onlik qilma. eshit. Odamlarni o'ziga qaratishni biladi, lekin muammosiz yuradi deb o'ylagan edi. Ammo zaiflarni himoya qilish istagi. Sen oddiy sayohatchisan. Leksiyangni boshqasiga borib ayt, men Palandin askariman.
Sal qolsa musht yer eding. Diyoblasama. Ha, unga gap yo'q. Hoy ayol, siz nima degandingiz? Yordam kerakmi? Bolamni Bu belgilar o'yinda ko'rgan edim. Qora o'lat kasalligi. o'lat kasalligi? Bu epidemiya. 9 ta belgisi bor uni. Ha, o'ladi. Davolasa bo'ladimi? Buni ruhoniy kasallikni sura bo'lish bilan davolasa bo'ladi. Unda cherkovga ketdik. Foydasiz. Dori pul turadi. Cherkovlardagi kasallikni davolash uchun juda katta pul so'rashadi. Vahshiylar, bolani hayoti xavf ostida. Shaharda adolat yo'q. Men davolayman. Nima? Oson emas bu. Xudo meni himoya qiladi. To'g'rimi? Axir Xudo emasman. Qo'lingdan keladi, ishonaman. Diyoblasama. Aha. Tayyorman. Hammamiz birgalikda ibodat qilaylik. Jannat egasi Xudo. Iltimos senga aytilayotgan najotlarimizni tingla. Iltimos bu xastalangan bolani davola. Bu yomon kasallik bilan. Iltimos bu bolaga gunohlari uchun saxovatingni dalil tutma, rahm shafqat qil. Va uni kechir. Rahm shafqat qil. Va uni kechir. O'lishiga yo'l qo'yma. Uni kechir. Sehri juda yuqori va kuchli. Belgilari yo'qoldi. Oyi, oyi. Oh, o'g'lim, o'g'lim. Rahmat kattakon. Xursandman, ajoyib. Qanday zo'r? Ha, qobiliyatli. Ajoyib! Rostdan ham bolakay davolandimi? Xudomisan? Ha, Xudo bo'lmoqchi. Nima bo'ldi? Bu nima? Diablo. Bu yerga maxluq kelyapti. Ulkan vahshiy. Sahro maxluqi. Qochinglar, qochinglar, maxluq kelyapti. Qochinglar. Sahro maxluqi. Qayiq shaharga qarab kelyapti. Uning orqasida esa maxluqni ergashtirib kelyapti-ku. Voyabla. Nima qilamiz? Maxluq kelsa, Diablo, nima qilamiz? boshqa yo'li yo'q. Men qorong'u sehrdan foydalanaman. Uzoqroq turinglar. Aqldan ozdingmi? Dahshatli maxluqqa bir o'zing. Men Diablo, iblislar hukmdori boshqa dunyodan. Hamma narsani imkoni bor. Onasini yemsin, hayajonlanyapman. Hali bu sehrdan foydalanmagandim. Xudojonim, yordam ber. Qorong'ulikda tug'ilgan zulmat tubsizlik kamonini tayyorla. Qora o'q. Dunyoni yutib yuboradigan boshliq menga bo'ysin. Qora tuynuk. Erkak bo'l, qo'rqma. Tog'dan ham balandku, sehrim ishlarmikan? Ikkilanma, o'zingga ishon.
Men Diabloman. Boshqa dunyodan, iblis lordi. Boshliq o'qi osmon bilan yer o'rtasidagi chegarani ular. Ko'pso'zlik. Ha, menimcha ishladi. Nima? Ha, foyda berdi. Ishladi. Hozir uchib ketaman. Qorong'i sehr ajoyib ekan. Bu hayvon. Hali ham yutmadim. Sehrim qolmayapti. Yana qancha kerak? Nima qilay? Menda nimadir bormi? Yana ishlarmikan? 7 yulduz portlashi. Nima? Jang san'ati bilan uzoq masofali hujum qayerdan paydo bo'ldi? Endi bu nima? Bu sehrgarmi? Uzoqdan sehr ishlata oladigan odam bormi? U kim? Katta kuchga ega ekan. Xavf ortda qoldi. Diablo! Ishonsa bo'ladigan yigitsan-da. Ajoyib ishdan olib oling, Diablo. Bu joying. Shoshilma, bugun mazzam yo'q. Hech qisi yo'q, tashvishlanma. Ey xudo. Senmiding? Qorong'ulik jodusi, bu sening ishingmi? Bu odam kuchliga o'xshaydi. U boshliq, mana shu cherkovga qarshi chiqqan odam. Bu obro'li odam, boshliq Batuta Saman. U Batutami? Bu yomon. Palandin bosh sarkadasi bilan tanishib olishim kerak. Bir guruh ahmoqlar boshlig'i. Ha, bu mening sehrim. Jangovar, sehring kuchli ekan. Rostdanmi? Bu 7 yulduz portlashining 3-qismi edi. 130 darajali jang san'ati. Paladin boshlig'i? Bu paladin askarlari nimaga tegishli? Bu uchun huquqlari bormi? Kardinallar qayerga qarayapti? Yoki buni o'zing o'ylab topganmisan? Sen, hoy, nimalarda valjiryapsan? Xo'jayin keling, bularga ozroqgina dars berib qo'yay. Ha, yana alamimni ham olmoqchiman. Sizni kutgandim, rohiba Lumencheme Sama. Kichkinaligingizda bir martagina uchrashgan edik. Hali ham o'zgarmabsiz. Rostdanmi? Kechirim so'rolmayman, menda topshiriq. Yomon odamga o'xshamaydi. Ha. Menimcha, ishonsak bo'ladi. Kimlar bilan gaplashyapsan? Nima? Bu qiz qirmizi qanot deb nomlangan noyob element va yelkasidagi kattakon quroli minoradan shu otgan. Qanday jur'at qilding? Yana haqorat qilsang, bo'lasan, Lemli. Menga gapirishdan oldin o'yla. Zikron qamoqxonasini boshqaruvchi lordman. Fanis Lamini. Bu ayol ruhoniymisan? Ha. Bosh ruhoniy Lumachinaman. Yo'g'e, shu qizga ishonasanmi? Firibgar-ku bu. Qalloblar nima deb tushunaylik? Qo'lingdan bir ish kelmaydi. So'rashiga o'laymi?
Cherkovimizga hurmatsizlik qilyapsan va har qadamda katta soliq olyapsan. Dindorlardan pul olish boshqa ilojimiz yo'qligini bilaman. Sen xudoying sharob va non yarata oladimi? Nima dasan? Xudoga ishonadiganlarmiz. Xudoni o'zi emas. Xudo doim ularga ishonadiganlarga yordam beradi. Menga o'rgatyapsanmi? Shunaqa bo'lsa, kel buni tekshiramiz. Xudo seni qutqaradimikan? Yaramas, nima dasan? Ikkalasi ham tez va kuchli hid tovushda sezyapman. Demak, sizlarda hech kim Xudoga ishonmaydi. U kelganda esa, agar u haqiqatdan mavjud bo'lsa, duo qilmasangiz ham himoya qiladi. Sovsatani bas qil. Muhim emas. Sen bilan ishim yo'q. Boyagi sehrni kim qilganini bilmoqchiman. Ha, bu menman. Diablo! Ahvol yomon-a. Men ham buni bilgani keldim. Topolmadim, ketganga o'xshaydi. Bu chol nima deyapti? Oho! Nimaga qidiryapsan uni? Biron ishing bormidi? Agar foydasi tegsa o'zimga cho'ri qilaman. Agar ko'nmasam, kuchimizni farqini ko'rsataman. Onasini ko'radi. Kuchli bo'lish ham qiyin. Bunday kuchli inson yonimda bo'lsa edi. Men o'shaman. Menimcha buni bildi. Lumenchi emas ama. Qo'polligi uchun uzr so'rayman. Dahshat, menimcha boyar yana qaytadi. Nima haqida gap ketyapti? Tushunmadim. Men ham tushuna olmadim. Nimada ekan-a? Lumenchi emas ama. Uzoq safardan charchagan bo'lsangiz kerak. Meni qasrimda dam olishingiz mumkin. Hey, ular nimada? Ha, bular nima? Odamlar saf tortishgan nega? Biz qurgan chodirlar yonida turishibdi. Ba'zilari esa bir necha kundan beri turishibdi. Ruhoniydan shifo topgani kelishgan. Ularda ham kasallikmi? Mana shu bolalarda hammi? U ham ruhoniyni kuchyapti, boshqalar kabi. Bu faqat katta miqdorda xayr ehson qilganlar uchun. Ah? Nima demoqchisan? Noto'g'ri tushunmang. Ruhoniylar kam. Shuning uchun bemorlarga yordam bera olmayapmiz. Dindorlarni birinchi qo'ysak bo'ladi, lekin ko'proq pul to'laganlar yaxshiroq e'zozlanadi. Baribirga ham odamlar juda ko'p. Bu qiymami? Va guruch ham. Wow, yaxshi. Yoqadi degan umiddaman. Sizning didingizga to'g'ri kelmasa uzr so'rayman. Yo'q, menga yoqdi. Achchiq. Mendagisi ham ajoyib ekan. Bu dunyoda qiyma va guruchni yeyman deb hech o'ylamagan edim. Lumenchina, qo'lingga nima qildi? A? Nimadir urgan bo'lsa kerak. Xavotirlanma, sehr tanamga ta'sir qilmaydi. Ajoyib-a? Juda achchiq, yana iltimos. Menga yana ikkita. Yuqoriga chaqirishyapti. Bosh paladin Patuta. Keyin gaplashsak bo'ladimi? Ovqatga to'ymadim. Sovuq suvda va nazorda, lekin ba'zan iliq vanni xohlardim. Qachonlardir hammom quraman. Diablo kirsam bo'ladimi? Shera, senmi? A? Bir o'zim yotolmayapman.
Ha, bilaman. Senga hech kim chida olmaydi. Kel, birga bo'lamiz. Voye! Diablo, hozir ekan ovqatimiz bor-u, mazali edi. Nima deysan, a? Ha, shunday. Maxsus taom bo'lsa-ki, nima qilyapsan? Birga yuvinamiz. Orqangni yuvib qo'yaman. Yo'q. Qiz bola bilan birinchi marta vannada. Bundan yomoni bir narsa qilib qo'ysamchi? Masalan, yo'q. Sochiq yo'q ekan. Shunaqasi yaxshimi? Ha. Yumshoq va yoqimli. Bilaman. Birga yuvinsak yaxshi. Ha? Mana. Ko'kraklar orqamda. Tushlarimdagi orzularim endi orqamda tegib turibdi. Orqangiz qattiq ekan. Qandaydir g'alati bo'lyapman. Qiyin vaziyat. Chida, o'zingni bos. Jinsiy qondirishni orqamda qilyaptimi? Bu qanaqa ayol hozir? Bo'sh kelma, chida, iblisni o'rtasan-ku. Oldingni ham yuvib qo'yay. Tanangda katta kuchni sezyapman. Ha, 150 darajadaman axir. Bu yerni yuvsam maylimi? Ha, shunday. Bu shoh. Birga cho'milish yoqimli. Ha, shunaqa. Har doim shunday tinch bo'lsa edi. Kiring. Men bilan gaplashmoqchi edingiz. Ha, sizni kutayotgandim. Tarjimon Nasirbek ovoz berishda ishtirok etishdi. Mira va Ilyosbek. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Keyingi qism albatta bo'ladi.